Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men yana Mitta Gamer va yangi videoyimga xush kelibsizlar va men nihoyat yangi video chiqardim. Agar hali ham yana video chiqarishimni xohlasanglar, albatta videoga like bosing va obuna bo'ling. Sababi men mana shu videoni 3-marta olishim bor-u, 2 marta rasvo qilib qo'ydim endi. Yangi telefonga ko'nikish ham oson bo'lmayapti. Shu uchun-da like bosmasanglar bo'lmaydi. Agar kanalimga obuna bo'lmasangiz va like bosmasangiz, umuman video chiqarmay qo'yaman. Qanaqasiga rasvo qilib qo'yding deydigan bo'lsalaringiz qaranglar-da. Telefonni o'zini ovozini ko'tarib qo'ysa, ham mikrofon ham bir g'alati tovush chiqyapti. Eshityapsizlarmi? Shuning uchun men bundoq qilib o'chirib qo'yish kerak ekan, baribir lekin tizim ovozlari eshitilaverar ekan. Shuni men ahmoq kech tushunib yetdim va natijada mana 3-marta mana shu videoni qaytib olishga to'g'ri kelyapti. Xullas. Do'stlar, gap ko'p cho'zib yubordim-a. Bunaqa odatim yo'q edi endi. Shunaqa bo'ldi-da bir vaqt. Gapim qiziq bo'lmasa mayli o'tkazib yuboring. Qiziq bo'lsa tinglang. Xo'sh, endi maqsadga o'tsak. Men mana bu kartada o'ynayapman. Nomi The Lost. Lost nima edi? Mag'lubiyat yana nimadir? Yo'qotilgan joymi? Mana shu kishi tomonidan yaratilgan karta. Qarochi, yonida kuchugi ham bor. Bu hech narsa demaydi. Lekin negadir men bu Hirabre mana shu kartani yaratishga vobshim hech narsa qilganmi bilmayman. Hello, xullas. Salom, men Hirabre 1801. Bu mening haqiqiy ismim, chunki Minecraft akkauntda mening ismim Superdada 5. Superdada ekan buning ismi. Keyin u Flappy Guy'ni do'sti. Da tanishganimdan xursandman. Xo'sh, keyin bu yerda do'stlar. Men bular ham bor, Granny, Grandpa, bularni o'ynaganlar albatta bor. Hozir lekin ko'pchilik o'ynamayapti mana shu endi. Vobshim unutdingizlar, Grannyni taniganlar bor, lekin Grandpani aniq bilaman o'xshatishmagan. Yozasizlarda kommentga shunaqa deb, Grandpa o'xshamabdi, kim bu deb aytyapman shu uchun. Keyin men bu yerda Walter White bilan Steve bularni o'yin davomida uchratamiz. Walter White'ni va men bu baqaloqni taniganlar bormi? Qornini chiqarib qo'yish shart emas, bilardi baribir hamma buni semizligini. Bu ham gapiradi. I am Steve. Men bu yog'ini montaj qilib qo'ydim. Haqiqiy o'yinda umuman bu yog'i nima bo'lmaydi. Keyin xo'sh. Bu yerda bully degani bezori degani bilganlar bormi shuni? Bilmadim nima bo'ladi endi bu Baldi. Baldini o'ynaganlar bo'lsa albatta like bosing Baldi. Xo'sh. Map by Flappy Guy subscribe degan so'zni qisqacha qilib yozib qo'ygan. Xo'sh do'stlar, agar gapim yoqmayotgan bo'lsa mayli. Siz videoga shundoqqina like bosing, men davom etaman shu videoni. Xo'pmi? Day. To'xtanglar. Hali emas. Chunki sizlar hali videoga like bosib ulgurganlaring yo'q. Mayli obuna bo'lmasizlar, like bosmasizlar. Hech bo'lmasa kommentda biror bir narsa yozib qo'ysalaring bo'ladi-yu. Men o'sha orqali ko'rganmisizlar shu videoni yo'qmi? Hech bo'lmasa shuni bilib turaman. Men o'ylayman, hech kim hech narsa yozmasa, shu bitta videoni bir kishi qayta ko'ryaptimi deyman, lekin aqlim yetmaydi. Kimga buncha sabr yetadi shuni qayta ko'rishga? Xullas. Gap cho'zmayman. Agar gapimni tushunganlar bo'lsa tushundi, men esa o'yinni boshlayman. Press to start. Boshlayman. Mana shu tugmani bosish va o'yinni boshlash.
qop qorong'u tun. Prostatak yana nima balo? Mana Flappy Guy Presents. Wow deb chiqadi. Bam. Go tell to Walter White. O'yinni boshidan mana shu bor. Tak. O'yin haqida gapirma. Ey. Ha. Xo'sh, bu takoy prosta o'tirmabdi bu yerda. Talk to Walter White degan. You have made a very big mistake for underestimating us. Aytyaptiki, sen juda katta xato qilding. Sen meni sherigimni o'ldirding, Jessini, va u hozir kasalxonada. Critical condition degan qanaqadir. Xo'sh, I'm here to take revenge. Qasos olgani keldim va sen menga hech narsa qila olmaysan. Hech narsa qila olmaymiz. Omad. Jotta gapiga tushunib bo'lmayapti. Qasos olaman deb bu yerda kelib omad deyishiga. Sizlar tushundinglarmi shu gapiga? Va o'ldirib yubordi, to'xtanglarda. Qattiq ketirib tashladi meni endi. Bu kim? Kim bu? Ya, bos deyapti ustiga. Muha. O'qib ulgurganlar bo'lsa, ulgurdi, men o'qib ulgurdim. Muha deb yozilgan edi. Xo'sh, endi u bizani qarovchi Mr. Midwayga ketirib tashladi. Na bu yerda. Hozir men o'shani uydaman va ana u Green'ning oldigacha borishim kerak. Nickname ko'rinu Grant Payam bor bu yerda. Nickname ko'ryapsizlarmi? Mana. Xo'sh. Bu yerdan chiqish bor, kirish yo'q. Nima qilaman kirib? Endi biz Green'ning oldiga borishimiz kerak. Bu yerda hech nima yo'q. Hozir prosta tak ko'rsatyapman sizlarga qiziqadiganlar uchun. Bu shkaflar, tortmalar, bochkalar ichida hech balo yo'q. Hamma narsani kovlab ko'rdim shu yerdagi. Bu yerda qanaqadir? Hamma-yu, hojatxonasi-yu, yana rakovina qonga to'lgan. Keyin Mr. Bittni o'zi ham bor past etajda. Ko'rsataymi bir basharasini? O'xshatishganmi yo'q? Mr. Bittni o'ynaganlar bo'lsa ham bitta like. Hoppa! Qani Mr. Mit? Voy. Voy menga bak, sal qoldi urishiga o'zi ham. O'xshaganmi ma? Ko'ringlar. Voy. Iplos. Do'stlar, qarochi men undan qochib qutuldim bir amallab. Bo'ldi, qaytib tushmayman. Ko'rgan bo'lsalaring, ko'rdilaring. Men bu yoqqa chiqish kerak. Bu yerni ham bitta ko'rsataman. Bu yerda hech narsa yo'q, mana bochkalar u mana bu joy. Bu yerda esa Mr. Mitni kallalar kolleksiyasi. Ko'ryapsizlarmi? Oddiy Steve kallalari, lekin bir nechta. Mana bu yerda bo'sh joy bor. Hozir ketmazay. Bizani ham kallamizni tiqib qo'yadimi shu yoqqa? Yo, o'zining kallasini tiqib qo'yaman. Xo'sh. Men bu yerda go away deb yozgan, tur yo'qol degan yozuviga e'tibor bermay shunchaki kirib ketasizlar va men bu yerdan tepaga chiqasizlar. Hammasini o'zim aytmaydi endi. Green'ni topamiz, Green'ni topdim. Green qanday, zo'rmi? Green mashu. Green. Yonida turibman. Gaplashsak bo'ladi. Don't worry my boy. Nevaraginam qo'rqma, nevarasi emasman men buni. Seni o'ldirmoqchi emasman. O'ldirolmaydi ham. In order to go through those qarochi uni eshikni ochishing uchun o'yin o'ynamoqchiman. Sen qarochi senda
qor to'plari bo'ladi. Men bu nishonlarga otib chiqish uchun, lekin faqat bitta nishon eshikni ochadi. Qor to'plari tejab ishlat va eshikni och. Omad. Nima qor to'p berdi? Men bu nishonlarga otish kerak. Keraklisini topish kerak. Bular juda ko'p. Sanab sanog'iga yeta olmaysiz. Bittalab sanab chiqish kerak menda. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 23 24 25 25 ga 8 короче. 25 ga 8 ni ko'paytirsalaring sonini ham bilib olasizlar. Men sanab berdim lekin ha. Tak. Qor to'p otamiz. Ochmadi. Mana bunisi ochadi. Yo, sal bu yoqroq ketdi. Yo, bu yoqroq. Yo, bunisi garang. Mana shu. Mana. Tegdi. Bu yerda qor to'plari yo'qolib qoladi. Keragi ham yo'q. Xo'sh. Bu yerda grant bor. Salom bova, qandaysiz? Bu bizaga aytadi. Salom. Xullas. Qolganini tarjima qilmay, qo'rqma, men yana bu ham shu gapni gapiryapti. Bu yerdan 4 ta tugmalar parkurni tugallashga yordam beradi, lekin ikkitasi seni o'ldiradi va o'yinni boshidan boshlashingga to'g'ri keladi. Agar tushungan bo'lsang, omad. Do'stlar, qaranglar. Mana bu yerda parkurga bitta bo'lak yetishmayapti. Mana bu yerdan hamma tugmalarning ichidan men bor yo'g'i 4 tasini topishim kerak. Shu 4 talardan biri ochadi. Men allaqachon qayta o'ynab bildim. Men bu tugma qonlik o'ldiradiganni bittasiki, mana bunisi. Mana shu ikkita knopka o'ldirar ekan. Bosib yurmanglar yana. Xullas bu kartani keyin do'stlar, mana shu kartani mana shu ilova orqali yuklab olsalaring bo'ladi. Ilova ismini biladiganlar bo'lsa. Xo'sh, bu keyin mana bu yerda hamma tugma kunda ustida, bu esa bu yoqda. Mana shuni bosasizlar, keyin mana bu parkur to'ladi. Sakrab o'tamiz. Qayoqqa ketamiz? Bu yoqdan o'tib olay. O'zi ham asablarim buzilib ketdi. Prosta tomosha qilib zerikib ketmayapsizlarmi? Agar zerikayotgan bo'lsangiz qarang. Boshimni tepasidagi orolcha qayoq? Nima u? O'yin davomida lekin hech o'sha yoqqa chiqqanim yo'q. Ko'ramiz. Oxiri nima bo'lar ekan? Xo'sh. Ba'zida knopkalar bosilmay qolyapti. Sezayapsizlarmi shuni? Voy, men ahmoq.
Bu safar jon ketmadi. Bu yoqdan sakrab o'tish haqiqiy tupoylik edi. Men bu yoqdan o'taman. Wow. Hayrat, bir qavat pastda. E. Endi prямо pastga tushib ketgan to'g'riroq. Jon ketsa ham mayli, lekin lavaga tushib ketmasak bo'ldi. O'la. Dovdir. Mayli, pastga tushib oldik. Endilikda do'stlar, o'yin qiziq ketmayotgan bo'lsa, prosta like bosib chiqib ketishlaringiz mumkin. Shundoq qiziq video edi, lekin ovozlarida muammo bo'lgani uchun qo'ya olmadim uni YouTube'ga. Endi biz mana bu fakelchalarni ortidan kuzatib boramiz. Mana bu devorga keltiradi, devor tepasida esa det. O'lim degani. Keyin bu yerda bitta eshik bo'ladi. Eshik. Eshik ham tambalangan bo'lardi yana shu muammoda. Qarang, agar siz mana shuni yuklab olib o'ynasangiz, eshikda panjara bo'lsa, mana bu yoqqa shundoq kelasiz. Agar e'tibor bersangiz, pastda redstone bilan chiziqlar bor, shu chiziqlar orqasidan yursangiz, mana bu yoqda knopka. Shu knopkani bosib qo'ysalaringiz eshik ochiladi. Mana bu yerda yozuv ham chiqdi. Submitting happened, objective hit to the rooftop ekan. Keyin bu ochiladi, o'zi ochiq edi, lekin meni o'yinimda endi sizlarda qulf bo'lib qolishi mumkin, sababi avvalgi o'ynaganimda qulf edi. Videoni rassosini chiqarib qo'ydim o'zim. Bu yoqda ana bu bor. Nomini bilganlar yozib qoldirsin. Bilmaganlar bilmadi. Yozmanglar kommentda nomini bilganlar. Qo'ying, bat hozir komment yozganlarga ham ayrim kerakli so'zni yozing, uni ismini yozmang. Men ogohlantirdim endi. Baribir ham yozaversalaringiz o'zingizga jabr. Keyin qayoqqa kirishga? Bu yerda tovuqlar. Bu yerda televizor bilan karavotni qaranglar. Bu nabarut bo'lmasmidi? Ikkita qizil, bitta oq. Mana bu yerda ikkita antena qilib yasab qo'ygan. Baribir bu televizor yonmaydi. Yonmaydi. Xo'sh. Endi biz mana bu yoqdan ketaveramiz. Stop degan yozuvga ahamiyat bermay ketaveramiz. Xo'sh. Va mana bu yerda hacker janoblari. Qanday ishlar yaxshimi? Lekin bu yerda prosta tak o'tirmay hozir qafasni ochib chiqadiganga o'xshayapti. Ochib chiqsa ham naqd o'ldiradi. Tez ketish kerak bu yoqdan. Va nihoyat zina desangiz hali yo'l bor. To'g'risi. Yana qancha yurardilar, a? Yana ancha bor. Na bu yoqda go web bunisiga amal qilib bu yoqdan yurasizlar. Yurib o'tirmanglar u yoqqa, ogohlantirib. Keyin xo'sh bu yoqqa. Ko'rdinglar, a? Komand blok turudi mana shu yerda. Ko'rganlar bormi? Mana uzoqqa borsam, men e'tibor bermabman. Prosta tak shundoq ko'rinyaptimi? Xo'p, mayli.
Ne. Tak. O'yinda hali oxiriga ham yetkazmagandim o'zi. Xatolarni ko'rib yana qayta. Tak. Bu bizni Backroomsga etib tiqadi, shundan keyin u yog'ini bilmayman. O'lim. Kunduzi bo'lib qoldi-yu. Bu yerda eshik yo'q, prosta gaplashamiz bilan. Now that I take you hostage nima edi? Men endi sendan olaman nima? Seni endi men Backroomsga chiqtirib yuboraman, tashlab yuboraman. Sen endi butun umr tuzoqqa tushding. Muhahaha. Omad. Muhaha. Sen qochganmi, seni omad deyish kerakmi? Objective. Find what Steve and Casio to get out of here. Do'stlar, shu Minecraft o'ynaganda Backroomsni yoqtirmayman. Boshqa Backrooms bo'lsa-ku mayli. Minecraftdagi Backrooms shunaqa bo'ladiki, bu shunaqa katta joy. Chiqishni topguningizcha kim qancha vaqt. Xo'sh. Umid qilamanki, buni esimda saqladim, lekin Backroomsni eslab qolish hammaga ham nasib qilavermaydi. Yo, menimcha bu yoqqa. Xo'p do'stlar, bu yoqni o'tkazib yuboraymi? Yo, o'tkazib yuborishim shart emas. Mana bu yoqni topdim. Bu X'ni ko'rsangiz, to'g'ri shundoq burilasiz, mana bu yoqqa yurasiz va mana bu yoqqa qaytardik. Shundaki, uji ana u kelishni boshlaydi. Evil Troll Age nomi. Shu yerda yuraveraman. Keyin bir xil troll bashara keldi. O'zbekcha qilib. Ko'ryapsizlarmi? Ana. Tinchgina botdan suraymen tezroq iloji boricha. Sababi u tutib olsa naqd o'ldiradi. Rahim shafqat yo'q unda. Yo, bundan qo'rqmasanglar bo'ladi, yana bir xil bor. Gaplar tavuk tugmasi chiqmayapti. Chiqyapti, lekin gaplashmayapti. Davay, yo'l boshlaysanmi? Basharanga oyog'im seni yo'l boshlab. Yo'l boshlamaydi chog'i. Xo'p, ana dinamitlar, demak. Bu yoqdan u yoqqa, bu yoqdan bu yoqqa. Kutubxona. Kutubxona. Orqamdan bittasi urdi. Ko'rdinglarmi? Yo, ko'rdinglarmi? Yo'qol. Qochish kerak bundan. Hozir o'ldirsa Backroomsni boshlashimizga to'g'ri keladi. Fat Steve, qattasan. Ana. Noji Kasiyo'q yoniga keldim men. Kasiyo'q, pauza. Minecraft to'xtab qoldi. Nima qila oladi endi menga? Qaranglar. Bu yerdan chiqib ketishni xohlaysanmi? Men chiqish yo'lini bilaman. Tezroq faqat. Do'stlar. Zo'r bo'ldi. Shunda videoni tugatib qo'yaymi? Yo'q. Agar like bossangiz, kanalimga obuna bo'lsangiz, videoni albatta davomi chiqadi. Ko'p sarguzashtlarga duch keldik.
Qaranglar, birinchi, ikkinchi marta olganimda, lekin Bakrumsdan bunchalik tez chiqib keta olmagandim. Itak yana ko'p gaplar. Kanalimga obuna bo'ling. Keyingi qismda ko'rishguncha. Xullas men shunaqa dedim, lekin yana videoni davom etyapman. Nega desalar, ortiqcha muammo qilgim kelmadi. Bir qism qilay qo'yay, sizlar ham ikkinchi qismni ko'rguncha adoyi tamom bo'lmay, o'zi ayrimta videolarda ikkinchi qismni chiqaraman deb chiqarmaganman. Bu videoda ham shunaqa bo'lishini xohlamayman. Xullas biz qayoqqa keldik? U bizni Bakrumsdan chiqardi va kimnidir o'rniga keltirib qo'ydi. Kim bu? Madarbidmi? Salom. Xo'sh. Sen ham bu yerda yo'qolib qoldingmi? Men ham. Baqaloq menga aytgandi, sen mana shu yo'qdan chiqib keta olasan deb. Meni mana shu yoqqa teleport qildi. Ehtiyot bo'l, chunki ikkalalari ham yovuzlar. Omaddi bad nima? Xo'sh. Nima dedi? Ironbetskiy. Tak, temir panjarali darvozani topishim kerak. Kasiyoqdan ehtiyot. Kasiyoq qani, ana, Kasiyoq lekin urarkan qancha o'ynadim shu o'yinda. Sizlarga ham sababini aytdim, tovushqanday mana topdim. Tovushqanday yomon bo'lganini ko'rsatib berdim. Mana bu bo'ldi, ortiqcha gapirmay. Mana bu yoqqa keldik biz. Mana bu knopkani bosamiz va la va chichichichiken degan qo'shiqda aytgan odam bilan kurashamiz. Mana qo'shig'i. Yoqyaptimi? Davay unda. Keling, bro. To'xtang. Do really think I was kill fast Steve deyapti. Xullas o'qishga ulgurganlar bormi? Tarotchi, men haqiqiy Steveman. Sen ishonasanmi? Men seni yeb qo'yaman dedi, shu bilan urushar ekanimiz. Davay, yirtaman. Bu baqaloq meni oldin kelguncha meni qornini yorib qo'yaman. Voy. Pachoqlab qo'yadi, shundoq qo'rin qo'ysa. Qilichdan joni shuncha ketdi, buni joni bilan barobar. Umid qilamanki, qilich bittasi ham yetadi bir marta. Ke. Wow. Devor ichiga kirib ketmay. Voy! Bitta ursa o'laman. Ha, baqaloq, zo'rmi ishlar? Zo'r bo'lsa, endi bazo'r bo'ladi. Ochot! Hey, voy. Jon voqshi kam qoldi. Unda ham menda ham. Borib yengan afzalmi yo tinchgina jonni to'ldirganmi? Menimcha tinchgina jonni to'ldirgan, o'zim o'lib qolsam, bo'ldi, o'ldirdim. Mitka hech qachon yengilmaydi. Endi bu astaqalarni menga keragi yo'q. Yo, to'xtanglar. Hali beraman. Bo'ldi, qilichni olib qo'y. Haqiqiy Steve'ni biz qutqardik. Biz qahramonmiz. Ortiqcha gapirmayapmanmi? Xo'sh.
Oh my god. You are very xullas. Sen haqiqiy mehribon inson ekansan. Meni qutqarganing uchun rahmat. Yaxshi inson. Endi men senga oldinga yurishga yordam beraman. Tugallash uchun omad arzimaydi. Deymiz va u bizni qattaki Rick Astley oldiga keltiradi. Rick Astley. Shu yerda bitta rasmga tushib qo'yish kerak bu odam bilan. Taniganlar bormi? Yo'qmi? To'g'ri o'tiring iltimos. Rasmga tushmoqchiman. Ha, ana bo'ldi. Endi qo'shiqni qo'yaymi? Yo'q, hali barvaqt. Endi bu bizga aytadi. Xush kelibsan ilonlar va narvonlar o'yiniga. Bu kichikkina o'yinda sen butdan chiqib keta olishing kerak. Ilonlar seni chaqmasligi kerak va sen narvonlardan chiqib oxirigacha borishing kerak. Omad va hech qachon taslim bo'lmagin. Tushunarli. Ana endi qo'shiqni qo'yaman. Like bo'lsang, zo'r bo'lsa. Davay, men ketyapman. Rahmat omad tilaganingiz uchun. Rick Astley. Ismi shunaqami yo boshqachami? Shundoq yozilgan. Mayli, ketdik. Bitta ilondan uji qutuldik. Men bu lekin bitta it bor. Norbonga o'tirib qolgan. Qo'ymaysanmi? Baribir chiqaman. Yo'l bermaysanmi? Baribir o'taman. Qasam qilishlariga yo'l qo'yma deyapti xullas qo'shiqda. Eshityapsizlarmi? Inglizchani biladiganlar maza qilib eshityapti qo'shiqni o'zi. Voy. Cho'tta rasvo bo'ldi. Xo'pshiras. Menga hech qachon taslim bo'lma degan. Taslim bo'lmaymiz va yana davom etamiz. Shuncha yutqazganlarimni hammasini montaj qilib yuboraman. O'tgan safar lekin botdan zo'r emas. Chotki nuqta uz qilib o'tib qo'yardim. Shpoq qilib. Lekin bu safar sal chalg'ayapman. Qo'shiqni o'zim eshitmayapman, faqat sizlar eshityapsizlar-da. Men bo'lsam-ku yirtardim hammasini. Davay, qoch. Bu yerda 3 ta ilon bir joyda. Insof bormi? Insof. Da insof yo'q ekan. Ay. Yo. Qoch. Vani qo'yat. Tugatdim-a. Ilonchalar. Tutolmadilaringmi? Endi hech qachon tutolmaysanlar. Bo'ldimi? Tamommi? Gamer Brian'ning oldiga keldik. O'yin o'ynashni xohlaysanmi? Iltimos sendan. Tugataylik, o'yin jonimga tegdi. Baldi Basics'ni o'ynaymiz deydi. Mayli, okey. Qatta ketirib tashladi. Baldini nima? Go. Nimaga bu o'yin bunaqa? Har bitta eshikda go away deb yozgan. Tak. Baldi. Education and learning. That's me derdi.
Ay, o'zim tayyorlayman. Qaytadan. Bo'ldi. Welcome to Baldi's Basics in Education and Ana endi Learning. o'xshadimi? That's me. O'xshagan bo'lsa, davay. To'xtanglar. Bu bilan gaplashamiz. Salom. Mening maktab uyimga xush kelibsan. Ham maktab, ham uy endi shunaqa. Sen mening 7ta testlarimga to'g'ri javob berishing kerak. O'yinni tugallashga borish uchun. Sen to'g'ri javob bersang, keyingi savolni uchun yo'l ochiladi. Agar xato javob bersang, o'lasan. Omad. Muhahaha. Okey, kal odam. Da, uje mana bu eshik paydo bo'ldi, keyin ana u yoqda. Da. Xo'sh. What's the first block in Minecraft? Qaysi blok Minecraftdagi eng birinchi? Albatta, ustida o'ti bor blok. Da, kanishda. Ana, endi ikkinchi nima uchun ham yo'l ochildi. Uchinchisiga yo'l ana bu yoqdan ochiladi. Ikkinchi topshiriq. Kim Minecraftni yaratgan? Notch albatta. Davay. Ketdik. Ana uchinchi yo'l ham ochilgan. Bu yoqdan endi to'rtinchisini ochish kerak. Davay. Bu savol endi 10 ko'paytirilgan 5 nechi deyapti? 50. Yosh bola ham biladigan savollar. Eshikni yopib qo'yayda. Odob yuzasidan. Bularda ham yopmabman. Buni ham yopib qo'yay. Buni ham. O'zi menga nima kerak bularni yopib qo'yib? Ha? Foydasi yo'q baribir. 4-chi 7 kare 7 49. Ketdik endi 5-chi. 5-chi. Qaysi mobni kallasi dunyo yaratilishi bilan o'zi yerda paydo bo'lgan bo'ladi? Albatta dragonni kallasi end olamida o'zi bo'ladi ana shu. Dragonni kallasi bilasizlarmi? Bilmaganlar bo'lsa, endi bilib oldingiz. Like bosing. Xo'sh. Endi 6-chi topshiriq. Qaysi biri tezroq? Tuya yoki ot? Do'stlar, shunda men ot deb belgilagan edim. Ammo xato javob ekan. Tuya ekan. Shunisiga tushunmay qoldim. Haqiqiy hayotda ham tuya tez yuradimi otdan desam, ha degan javob deyishdi. Bir xil tuyalar bor ekan, otdan tez yuraverar ekan. Da, Minecraft o'yinida ham Xuddi shunday ekan. ha, mayli. Bunisi endi menga uncha qiziqmas. Oxirgi topshiriq 7-chi. Which horse armor is crafted? Qaysi otni aslahasi verstakda bo'ladi? Albatta, terilik. Voy. Xullas, buli menga yurdi. Bezori menga yurdi, oldiga keltirib tashlabdi. U bizalarni nima qilib tashladi bilmayman. Xullas, uni yo'q qilyaptimi? Yoki bo'limaga yurdi yo'qotish va sirli tugmani topish kerak. Unga ko'rsatib qo'yamiz. Shu paytgacha yenga olmadim, endi yengaman. Maktabingizda sizlarda ham bezori bolalar bormi? Dekanishni har bitta maktabda bo'ladi. Maktabda bo'lmasa bo'lmaydi-da, endi bo'lishi ham kerak. Yo'l qayoqda edi? Mana bu yoqda. Ana shu yoqda. Tupik. Qayoqqa borishim kerak men? Hamma yoq tupik.
Bu yoq ham tupik. Bu yoq ham bu yoqqa bordim. Bu yoq. Bo'ldi, mana shu yoq, mana. Mana. Pulimiga. Shit berdi bu ana u bilan urushganda shit bermagandi. Ana secretni knopkani topdik hozir. Buni kattaligini. Yo. Voy. Yuguray. Yugur. Wow. Voy, hozir shit. Sinadi hozir, shit sinadi. Va shitni joni kamayib ketyapti. Wow. O'ldiradi hozir meni. Sekin, asta. Qochamiz. Wow. To'xtanglar, avval jonni to'ldirib kelay. Keyin ham o'ldiraveraman buni. Yo, orqadan. Yo, orqadan borib bo'lmaydi. Bu yoq labirint va hamma yoq bir ikki tupik. Ke alday-sulday men bu yoqqa etay. Ke. Endi qochdik. Bu bilan ishimiz bo'lmasin bizda. Buni yo'qotish shart emas ekan o'zi. Mana bu tugmani bosib bu yoqdan ketish kerak ekan. Bo'ldi, ketdik. Mana bu bolta bilan yog'ochlarni buzib ket bu yoqdan. Tez faqat deyapti. Bolta berdi, qonli bolta. Voy. Tez degandi ha. Mr. Meat bor bu yoqda. Ketdik tezroq. Xo'sh. Eshikni och, yopib qo'y bo'ldi. Kela olmaydi endi. Va nihoyat tugallanish. Kengroq qilib ochib qo'yay mendan keyin kelganlarga. O'ynaganingiz uchun rahmat. Muvaffaqiyatli tugallanish. Albatta tugalladim. Sizlar uchun 3-marta agar sifatli bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Muammolar bo'lsa, qanaqa muammo bo'lganini albatta yozib keting. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Sizlardan iltimos, shu kanalimga obuna bo'lib qo'ying, meni qo'llab-quvvatlash uchun. Albatta.